Ko'ngillarda va amallarda biz. Abduvali Ayub. Misrda uchratgan o'quvchilarning oldimda doim biz deb so'zlashlari masligimni keltirdi. Ularning bilib bilmay meni bizning qarshisidagi haqqi chiqarib savol so'rashlaridan ma'lum bir mudofaa temini hozirlab yoki aniq bir maydon bekitib olganligi ko'rinib turadi. Mencha mustabid tuzumda yashagan yoki yashayotgan kishilar mushundoq tafakkur qiladi. Chunki hokimiyatning o'zi bir qutb bo'lib, o'ziga yantayoq bo'lmasa qarshi qutbga tava qilib dushman sanaydi. Jim turgan, sukut qilganlar gumonliq qariladi. Mustabid elde yantayoqlarning kuni to'xtamay sadoqatini isbotlash bilan o'tadi. Ularning ko'ngli o'zini doim bir dushmanga qarshi qo'ymasa aram topmaydi. Mustabidlikda yashagan kishilar ikki qutblik tafakkur qildiganligi uchun to'xtamay qarshi qutbligini izlab dushmanlik qilish orqali o'zining qutbida qanchalik qat'iy ekanligini ko'rgazma qiladi. Bu yo'lda doim baslashadi, doim silish turadi. Hamisha o'zining ustunligini bildirgisi keladi. Ular o'zining qimmatini qarshi tarafning qimmatsizligini jakarlamay turib yoki qarshi tarafning bir tiyinga arzimay qolganini xaloyiqqa sazoyi qilmay turib his qila olmaydi. Misrdagi ba'zi taliblar bilan aramdagi haq biz fasili bahar oylarida yozilgan Misrg'imi Turkiyagami mavzuliq yozmam sabablik oshkorlangan bo'lib, Uyg'urning birer fikr atrofiga uyushmag'i bakmu tas davrda bundaq hamdamdilikdan suyunganmi bo'ldi. Misrdagi Uyg'ur o'quvchilar bilan yuz turani to'rda va ayrim paranglashish jarayonida ikki qutblik tafakkurning meni va ularni naqadar zaharlaganligini his qildim va buning manbasi haqida o'ylandim. Kichigimda naqshlar seriq naqsha va qizil naqsha deb ikkiga ayriladi. Kishilar inqilobchi bo'lishi, so'zlar inqilobiy bo'lishi, maqsad inqilob uchun bo'lishi kerak edi. Bundaq bo'lmaganlar aksil inqilobchi bo'ladi. Undaqlarning so'z, qiliq va muddaolari albatta aksil inqilobiga tava bo'ladi. Jamiyatdagi ziddiyat azguchi sinf bilan izilguchi sinf o'tirsidagi bo'lib, azguchilar yo'qolmag'icha sinfiy kurash oyoqlashmaydi. Qizil armiyaning mashrang shapkasini kiyib, mavzudun uzunlarini yatlab yurganlar ilg'orlar sanilib, beshiga do'ppi kiyib, yog'liq artganlar ko'nglik tarafdorlari deyiladi. Qalimiz azroq tafakkurga ulashganda dunyoni moddiymi yoki ongmi deb so'raydigan bo'ldi. Davlatlar cho'qim sotsialistik bo'lmasa, kapitalistik bo'ladi. Dushman kuchlarning ideologiya sepiga singib kirishning qandoq oldini olishni o'rgandik. Bir mezgil adabiyot darsligimizda liberalizmga qarshi turayli degan tekstni o'qib, liberalizmga o'sh qilindik. Chunki liberal demak erkin demak edi. Demak, erkinlik mustabidning qarshisida bo'lg'achqa, hozirgacha o'shligimizni davom qilyapmiz. Shundoq tarbiyada, tashviqotda yetishgan kishilar tursak, ma'rifning diniy va fanniy deb ayrilmaydiganligini, ilmning fanniy va diniy deb bo'linmaydiganligini, ziyoli deganlik nur egisi, nur oshiqi degan bo'lganligini, inson qalbini zulmatdan qutuldiruvchi nurning iymon ekanligini, Qur'onning nur deyildiganligini qandoqmi qabul qila olamiz? Demak, mayli maktabda o'qigan, mayli mollamda o'qigan bo'layli, qalbimiz nurga haqiqiy erishmagachga, nurlanmag'achqa, dunyoni moddiy yoki ma'naviy, millatni musulmon yoki Uyg'ur, ilmni diniy va fanniy deb ayirib, birini do'st, yana birini dushman ko'radigan ikki qutblik tafakkurdan qutula olmoqdamiz. Misrdagi leksiyaga qiz o'quvchilarning chaqirilmaganligidan afsuslandim. Azharga ketib o'tib, yo'lda Uyg'ur qizlarni ko'rgan edim. Azharning qizlar bo'limi atrofidami qizlarimiz uchirgan edi. Men tunuydigan birodarlarningmi qizlari, singillari bor edi. Ammo u kuni birsimi yo'q. Bir hafta jarayonda izdegan o'g'illarning oyiqi uzilmadi. Biroq qizlar yo'q. Surishtirsam, qizlarni tunimaydigandek, tilga ilishni xohlamagandek, cheklangan temirek bir hol ko'rildi
Misrda bexatarlik bo'libmi qizlarning omonligi oson daxliga uchraydigan bo'lg'achqa, indoneziyalik o'g'illar navbatlashib qizlarni qo'g'dab maktabga olib akilib qo'ydi ekan. Uyg'ur o'g'illar buni qilolmadik deb hasratlanishdi. Unda qilsa fitnaga qilishdan ehtiyot qiladi ekan. Qizlar avtobusda arab erlarning yenda o'ltirishga rozi ekanki, Uyg'ur o'g'illarga yaqin yo'lamaydi ekan. Chunki fitna bo'lg'idek. Shuning bilan Misrlikqa tekkan bir qiz o'quvchi esimga kelib qoldi. Ketadigan kuni kechda yo'lda Uyg'ur qizlarni necha qitim uchratdim. Jiroqdan meni ko'ribla yo'lning boshqa tarafiga o'tib ketishdi. Yaqinda bir ijara binoda qizlar parakanchilikka uchrabdi. Buningdan g'azablangan bir bola menga Turkiyada bexatarlik ahvoli qanday, qizlar maktabning yotig'iga o'rinlashib o'qiy olamdi deb so'rabdi. Bu savollardan Turkiyadagi qizlarning ahvolini bilmaydiganligi ma'lum edi. Ma'lumotsizlik xatarli. Fitnadan qo'rqib hamshirlarga ega bo'lmaslik texmi xatarli edi. Qizlarni yaklab fitnaning manbasi deb qarash, qizlarni qarshi safga ayirib, biz va bizning demaslikmi qalbning qorong'uligi, xunukligi va nursizligining isboti xolos. Misrga bormasdanla bu yerdagi ustozlar orasidagi ko'ngilsizliklarning purqini olgan edim. Bargan kunimdan boshlab bu puraq bargancha ichimni etishtirg'ili turdi. Nopusliq bir aylanga bu vaqtda masla soldim. Uning siz emas, xili odamlar chiqib bu so'ringa jug'lay olmagan, aplashtirolmagan. Sizmi qila olmaysiz. Aplashmaslikning hadisga uyg'unligi haqida bayonoti tursa deb qaqshab ketganini anglab qo'ydi. Ammo ishonmadim. Arada 3 kun o'tib, yana bir aylan bu yerdagi boshlarni bir yerga yig'ishni taklif qilib, ching turib oldi. Ustozlarning cho'nglari bilan asosan mo'ndishib chiqqanim uchun yig'olmasligimga ishonmadim. Nazarimda ular bilimlik, ibodatlik, qadrdon kishilar edi. Hammasi bilan dinning, musulmonlarning xizmatidan boshqa g'amlarni qilishmagan edi. Bir-birlab telefon qildim. Bir aylan telefonni qat'iy olmadi. Qolganlarning ko'pinchisi so'rinda kimning bo'lganligini so'radi. Bir qismi ahvolga qaraydigan bo'ldi. Kechda saqlaganimizda faqat keladi deb o'ylagan bir ustozdan boshqasi kelmabdi. Shu an esimga men bilan qancha kundan beri birga yurgan bir guruhining leksiyamga meni yolg'iz uzitib qo'ygani keldi. Chunki leksiyani ularning ustozi o'sh kishilar uyushtirgan edi. Ustozlarni saqlab tarqab ketdi. Hatto leksiya o'rnini topolmaydiganligimni bahona qilib, birga ilib olgan inimizmi gap qilishdan qo'rqib ketib qoldi. Chegara bu qadar mustahkam. Sorundan umidsiz, unsiz, halsiz yotdim. Leksiyamda biz deb turib savol so'ragan, torlarda men bilan biz deb turib munozirlashgan beg'ubar ko'zlar, qizg'in yuzlar ko'zimga shunchalik bechora ko'rindi. Ayrim ko'rishgan chaqda so'zlaridan millat, ummat, ilm, iymon iboralari to'kilib turgan ustozlarning amaldagi boshqacha obrazidan umidsizlandim. Qutublik tafakkur ularning tilini oyatga keltirgan bilan qalbiga Qur'onning nurini yetkazamagan edi. Hammani anglagan edim. Misr Uyg'ur jamoati ichidagi ustozlar bosh bo'lgan bu ixtilof, yaklash, cheklashlarga sabab bo'lgan ziddiyatlik fikr omili yo'q, yurtvozlik omili yo'q. Faqat talishadigan shuhratdan, quturayotgan hasratdan, kushkurtayotgan xunuklikdan boshqa hech sabab mavjud emas edi. Izdiqo Afrika cho'llarida sarson bu jamoatning biz deyalaydigan imomlari yo'q edi. Vatansiz bu mas'ullarning bizni o'gitadigan ustozlari yo'q edi. Umidvor bu karvonning yo'l boshchilarini mugdak bosgan edi.